Assalamu alaikum, ustozlar, o'qituvchilar, qarindoshlarimiz kelganiga ko'p rahmat. Men bugun Sharq Turkiston Xitoyniki avtonom rayonimi yoki mustamlaka rayoni degan temada to'plab sunmoqchi. Buning uchun oldindan bu avtonomiya hukmi degan nima? Buni chiqaylik. Avtonomiya latincha autos yani o'zini degan so'z bilan nomos yani o'zini yani boshqarish qaror elish degan so'zni birlashishidan kelgan. Yani söz ma'nosi bu yani o'zini o'zi boshqarish, o'zining ishlarida o'zi qaror elish degan ma'noda. Siyosiy ma'nodagi avtonomiya bo'lsa, ma'lum bir rayondagi xalqning o'ziga mas qonun tuzumlar orqali o'z-o'zini idora qilish, o'z qonunini o'zi chiqarish, o'z ishiga mustaqil qaror berish qatorliq huquqlarga ega bo'lish. Bu siyosiy ma'nodagi. Endi masalan Yevropa ittifoqidagi bu avtonomiyaningki aniqlamasi avtonomiya hukmi yerlik hukumatningki avtonomiya qonuni bo'yicha hukumat ishlarida yerlik xalqningki manfaatini chiqish qilgan asosda qaror berish va boshqarish huquqiga ega bo'lish deb izohlabdi Yevropa ittifoqi. Endi Xitoynikiga kelsak, Xitoy avtonomiya davlatning bir tutash boshqarish ostida, ya'ni gapning beshida davlatning bir tutash boshqarish ostida debdi. Bu yani boshqa hech qanday huquq bu avtonomiyada bo'lmaydi degan ma'noga keldi. Asosliq millat rayonini asos qilib, munosabat avtonomiya organlarini qurish va ta'sis qilish, avtonomiya huquq yurgizish, rayonning va xalqningki ichki ishlarini o'z oldiga boshqarish, o'z ishlariga o'zi ega bo'lish. Keyindagi aniqlamalar Qizil xatning keyindagi aniqlamalar boshidagi siyosiy ma'nodagi yoki Yevropa ittifoqininki belgilada ancha ko'p farq yo'q, ammo beshidilar davlatning bir tutash boshqarish ostida degan bu Xitoyninki. Hamda xalqaro yo'l qo'yilgan bu avtonomiyaninki shakllariga qaraydigan bo'lsak, ya'ni o'z-o'zini boshqarish. Buningda siyosiy huquq biroz oz, siyosiy huquq chiqarib markazda, ammo ma'muriy va moliya huquqi avtonomiyada. Ikkinchisi o'z taqdirini o'z belgilash. Buningda keng doiradagi siyosiy huquq, ya'ni siyosiy huquqni markaz bilan avtonomiya paylaşıdı yani degan ma'noda. Endi Xitoy Kommunist partiyasininki avtonomiya siyosati tarixiga qaraydigan bo'lsak, 1923 Xitoyninki 3-Kompartiyasining 3-umumiy yig'inida ba'zan 22 deydigan ko'z qarash mumkin. Bu o'z taqdirini o'z belgilash deganni o'tirib qo'ygan. Bu Sovet kommunistlarninki ta'siri bilan taki bular 1928 34 35 36 bu jarayondagi yig'inlarning hammasida masalan Mo'ng'ul, Tibet, Manchur va o'chaqda Xuyda musulmon rayonlardagi millatlar o'z taqdirini o'z belgilasi bo'ldi, o'z oldiga o'z davlatini qursa bo'ldi degan buni o'tirib qo'ygan. Ammo 1949-yilga kelgan chog'da boya Erkin muallim so'zlab o'tdi. 1949-9-oyga kelgan chog'da buni o'zgartib, o'zini o'z idora qilish, ya'ni Xitoychadagi eng beshidagi bu o'z taqdirini o'z belgilash degan zijjo. Nima qilish? Ikkinchisida zijjolar, ya'ni o'zini o'zi idora qilish, Xitoy territoriyasi ichida o'zini o'zi idora qilish degan. Buningga o'zgartirildi. Hatto buningki eng boshda u gapni deyishnimi ichki urush va Yapon qarshi urush mezgilida shu asonliq millatlarning yordamini ilish va isyon chiqarmaslikning oldini ilish uchun ashna bir gapni deganligini o'zim e'tirof qildim. Devshavchining gapida bu. Endi 1949-yilda e'lon qilingan Xitoy Kompartiyasining umumiy prinsip deganning 6-bo'limida millat siyosati o'tirib qo'yilgan va'dadan rasmiy avtonomiya, ya'ni o'zini o'zi idora qilish deganni o'tirib qo'yilgan. 1954-yilda Xitoyninki asos qonuni e'lon qilindi. Asos qonunninki 67-moddasidan 72-moddasigacha
Xitayning avtonomiya qonunining qanday bo'lganligi ilan qisqacha tilga ilingan, ammo yanada milliy territoriyalik avtonomiya qonuni deyilgan bir narsa o'tirda chiqmagan. 1984'te Xitay tunji qitim yani 7 bölümden 67 maddedan tarkib topgan avtonomiya qonunini e'lon qildi. Bu andan keyin 2001-yili Xitay avtonomiya qonuni toplam 39 maddasiga tuzatish kirgizib ve de 74 maddeden tarkib topgan qonunni e'lon qildi. Masalan, bu qonun ba'zi maddelarda Xitoycha, mesela asallık millet rayonlarida Xitoychadagi jinlian degan gapni masalan shilian deganga o'zgartib, jinlian degan bir ikki kalimani o'zgartish bilan nurg'un masalan avtonomiya huquqini biroz texmo tuvallatgan bo'ldi. Bu masalan 1949-yildagi Xitoyninki 9-yilda e'lon qilingan bu. Mesela Xitoyninki avtonomiya qonunidagi ba'zi huquqlarga qarab chiqsak, eng beshinchi kirish so'zi bilan milliy territoriyalik avtonomiya har qaysi oz sonli millatlar to'plashib o'tiradigan rayonlardan territoriyalik avtonomiyani yo'lga qo'yish, avtonom organlarni ta'sis qilish, o'z-o'zini boshqarishni yo'lga qo'yish, har qaysi oz sonli millatlarning o'zlarining ichki ishlarini o'zlari boshqarish huquqiga hurmat qilish va kafolatlik qilish ve bu arada milletlerin beraberlikini bayan kılıştı, gösterken. Yani mesela 10. maddesinde özününki til izzetini kullanış, terakki kıldırış, erkinlikki, örf adetlerini saklap kılış. 11. maddesinde dini itikat. 15. maddesinde ama mesela 15. maddesinde halk hükümeti, halk kurultayı ve bir derecelik her derece yukarı memuri organı aldığında cevapkar buludu dedi ama en ahir kelgende bütün organlarının hepsi go'yanga boysundu deydi. 20. maddesi de mesela yukarı devletin çıkargan kanunları, tüzümleri Abnumuray'ın ameli ahvalıga yakaş milletinin mahkemesi bunu icra kılmaslık to'xtatish huquqi var. Yani 60 gün içinde bunu merkezde ona cevap verişi lazım deyilib. Qolganlarini men bekchiq o'qimay. Mesela bunada yani o'z yezigini qo'llanish kerak maktablarda deyilgan. Bu mesela Xitoydagi avtonomiya hamda mustamlika bizniki bu teminiki ikkinchi hukum olan mustamlikini hukumu qarab bakayla. Andan keyin biz bu Xitoyninki amaliyotda uyg'ulagan siyosatlari mustamlika kiramdi yoki avtonomiyaga buni bilishga erishimiz. Mustamlikning hukumi bir davlatniki yoki rayonning quruqlik va suv chegarasini qurolli kuch va boshqa vositalar orqali ishg'ol qilib olish, shu orqali u yerda hokimiyat qurib, yerlik xalqqa nisbatan siyasi, iqtisad, medeniyet. Bu üç mühim ameli. Siyasi, iqtisadi, medeniyet sahalarda üstünlükке ega bo'lib, bu tuproqning ve yerli xalqning barliq imkonlarini o'z manfaati uchun xizmat qildirish. Bu mustamlikdagi bu hukmdagi bir narsa hamda bu turkchadan tarjima qilingan bo'lg'achqa biroz mujmal bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Bu yerda deniz aşarı yani Türkçe. Deniz aşarı degani bekarlik ta'kidlabdi. Yani denizdan eshib boshqa yerga, boshqa bir davlatni yoki rayonni ishg'ol qilish. Ama bu hukm ko'proq bu Yevropaniki, Afrika, Amerika qit'alarini bo'ysundirgan vaqtda Portugaliya, Ispaniya ma'ni keyish uchun bir qilingan hukm bo'lg'achqa, jiqroq shuni deniz aşarı deganni ko'proq ta'kidlagan bo'lishi mumkin. Endi mustamlikninki alayidlikleri işgal kılınan birinci alayidlik işgal kılınan tuproqda siyasi ve kanun jihatdan hukmronlik qilish, iqtisodiy ve siyasi biqindilik munosabati. Üçüncüsü imperial kuchninki mustamlik rayonni ezishi. To'rtinchisi etnik ve kültür jihatdan ezish.
mustamlikniki maqsadiga qarta hamda qaraydigan bo'lsak, ya'ni qanday bir maqsadda mustamlik qildi buning turi. Birinchisi yerlashtirish endisi. Bundan mustamlik davlat mustamlik rayonga ko'plab nüfus yetkish orqali mustamlik rayonidagi muntazam quraqlarni tarixchilik qilish va yerli xalqning o'rnini elish. Buni maqsad qildi. Masalan, buningki misoli bizning Sharq Turkistondagi o yezigilik ishlab chiqarishda yuzeysi degani yoki Angliyaning Avstraliyani besib olgandan keyin hozir Avstraliyaning yerli xalqi tamoman chetga qilib, u yerdagi xalq, masalan, ingliz. İkincisi, iqtisod va emgak kuchi endisi. Bunu tercüme qilingan bo'lg'achqa va meningki funksiyasiga asosan iqtisod va emgak kuchi endisi deb oldim. Chunki bevosita tercüme qilsak biroz ma'nosi qiyib ketadi ekan. Shu iqtisod va emgak kuchi endisi bunda mustamlikchi davlatning ko'p miqdorda nüfus yerlashtirmaydi. Mustamlik rayonlardagi tabiiy boylik va emgak kuchininki mustamlik davlatga majburiy yo'tkilishi. Masalan, Angliyaninki Afrikani besib o'tishi. Bu yerga ko'plab Yevropaliklar yerlashmadi, ammo Angliyaning yer osti boyliklari yoki Afrikaninki tabiiy boyliklari yoki emgak kuchini Amerika ta'sir yo'tkazdi yoki o'zi uchun ishlatdi. Hamda mustamlikning hukmronlik usuliga asosan bo'linishi alayda hukmronlik qilish endisi. Bunga tarjima bo'lg'achqa biroz yuzaga chiqib qoldi. Mustamlik rayonidagi xalqninki urf odatini o'zgartirishga majburlamaydi. Buningda majburiy assimilyatsiya qilmaydi, vositalik boshqurdi. Iqtisodiy manfaatni chiqish qiladi. Buningda ya'ni ko'proq Angliyaning Afrikaning besilishi yoki Hong Kongni. Buningda ko'proq ashla tijorat rayonlari, portlar chiqarib iqtisodiy chiqishni asos qilgan yerlarni asos qildi. Ikkinchi, assimilyatsiya endisi. Buningda mustamlikchi davlat mustamlika rayonidagi xalqning urf-odatini o'zgartirib, majburiy assimilyatsiya qilib, mustamlika rayonini o'z tuproqlariga aylantirishni maqsad qiladi. Mustamlikchilar yerli xalqdagi yuqori tabiqini o'ziga tortib, ularga taqdirniki mustamlikchilarga bog'liq ekanligini bildirishni maqsad qildi. Bu ahvolda yerli xalqning tili, dini, urf-odatini saqlab qolish nihoyat qiyin bo'ldi. Bu xil endisi qo'llanilgan rayonlar keyin mustaqillik erishgandan keyin jamiyatda bo'linish kelib chiqdi va siyosiy davolash yuz berib turdi deydi. Bu qarasak bizni ahvolimiz ko'proq tushirgandek turdi. Ya'ni bu hozir men faqat endi nazariya, ya'ni avtonomiya bilan bu assimilyatsiyani, ya'ni mustamlikniki nazariya qismini so'zlab o'tdim. Endi bu Xitoyniki Sharq Turkistondagi siyosatini kelsak, bu nazariyada nima bilan emas, siyosat kelgancha Xitoy qanday siyosat qo'llandi, bu siyosat avtonomiyaga, ya'ni Xitoyning bu avtonomiyasiga tushamdi yoki mustamlika rayonininki nazariyasiga tushamdi, buni qarab boqaylik. Xitoyninki Sharq Turkistondagi hokimiyat organlari tövendeki 5 cho'ng qism. Birinchisi Jungo Kommunistik Partiyasi, Xinjiang Uyg'ur Abnum Rayonlik Partiya Komiteti, ya'ni Abnum Rayonlik Partiya Komiteti. Bu qizil qo'yishlik sebab bu yerda butun huquq hisobda bularni o'qiladi, ya'ni ostida, ya'ni 4 organ bor, ammo bu ishlab chiqarish qurilish diviziyasi bevosita markaz qaraydi. Undan boshqa bu 3 organning asosan hech qanday ko'p funksiyasi yo'q. İkincisi Xinjiang Uyg'ur Abnum Rayonlik Xalq Hukumati, bu Xitoyning ya'ni bu avtonomiya organlari ta'sis qilamiz degan ta'sis qilgan cho'ng organ hisoblanadi. Shunga üçüncüsü Xinjiang Uyg'ur Abnum Rayonlik Xalq Qurultiyi doimiy komiteti, Xinjiang Uyg'ur Abnum Rayonlik siyosiy maslahat kengashi. Yuqorqi 5 organning ma'muriy jihatdagi darajasi o'lka yoki ministr darajalik. Ama bütün huquq boya deganimizdek Abnum Rayonlik Partiya Komitetining bevosita ham qilishi. Endi bizning vatanga bu Abnum Rayon qurishni kelsak, masalan, bundan burun balki ma'lum ko'p ta'kidlab keldi. Bu 1954-yil Sharq Turkistonda, ya'ni Uyg'ur Abnum Rayoni qurishdan burunla
Eli Kazak Avtonom Oblasti, Böğürtala, Moğol Avtonom Oblasti, Sancı Koyuz Avtonom Oblasti, Bayanqulun, Moğol Avtonom Oblasti, Kızılsu, Qırğız Avtonom Oblasti, qatarlıq 5 Avtonom Oblast, Taşqorğan, Çapçal, qatarlıq 6 avtonom nayitesi qilgan bo'lib, bu Şərq Türkistan umumi yer kölünün 60%. Ama bu yerga qarsak bu millatlarninki umumi nüfustiki prosenti yani 10% kimi yetmeydi ama bular bölüp verilgen yer Şərq Türkistan'daki yani 50%'den aştı. Bunu bölüp boğandaki yani en beşidiler Uygurlar olan başka Şərq Türkistan'daki başka yerlik milletlerninki siyasi orunu tamponlaştırışı da Uygurların orunu acizlaştırış için Xitayların avval bunu kıldı. Endi mesela Xitayninki bizning vatandagi baydidiq Abdumraylı partikomda bütün hukukda. Bunun en beşidik adamı qarsak, azırgıcı Seyfidin Aziz'den başka hiç qanday Uyghur yok. Hem biz bütünler Xitay. Xitay Komünist Partiyasininki xalq qurultayı degani Şərq Türkistan xalqlarininki vakillari qarsak, mana biraz alınışıp qaptı. Mesela 12. qatımda qurultayda 23 Uyghur vakili olan bo'lsa 19 kelganda bu 9 küçükken. Kazaklardan şunda. Yani birisi Uyghur İnsan Hakları Komitetininki bu çıkargan raporuna qaraganda Şərq Türkistan'daki devlet memurları işçiler Xitay 64%, Uygurlar 20%, başka millet 16%. Yani bundan görülüşü bu da Xitaylar Şərq Türkistan'da yürgüzgen Xitay etnik Xitay milletini asas qilgan siyasi üstünlük saqlashga erishgan. Hem de iqtisodiy siyosatga qarsak, bu Xitay va Şərq Türkistan'dagi umum nüfustiki dehqonchilik bilan shug'ullanuvchilarning nisbati. Qarsak Xitayninki o'rtalamasi tushyotdi, yani 2011'dagi 35dan 2012'dan 28. Ama Şərq Türkistan'daki 2011'de 34'ten 2013'de 37. Yani Şərq Türkistan'da xalq bağansırı namratlaşıp ketip bağanlıqni görüp ağırlı oldu. Mesela yani bir bunun qarsak Xitay ve Şərq Türkistan'daki yiznipos ahalilarınki yıllık oturuş kerme ve Tibet'nin var. Qarsak 2016'dikisiga Şərq Türkistan'daki 10.183 so'm, Xitayninki o'rtalaması 12.360. Yani farq var ama bir qarasak pek cho'ng farq yo'qdi. Lekin yana bir statistika qarasak mesela 2014-yildagi statistikaga qaraganda Uyg'urlar mutlaq ko'p son egalari Qashqar Xotandagi Yiznopostninki aholisiniki yillik o'tirish kirimi 4270 so'm va 3896 so'm. Bunun 2014'deki rakam qarasa 8700, yani Şərq Türkistan'daki 8724 deydi. Ama Qashqar Xotandagi uçaqdagi qarsak 4200 ve 3800. Yani bu yerdeki Şərq Türkistan'daki Yiznopostninki yıllık kirimi Xitayninkidan ko'p farqlanmasligiga sebep belki bu ishlab chiqarish diviziyasidagi Xitaylarninki kirimidan kelgan bo'lishi mumkin. Ama Uyg'urlar ko'p o'tiraqlashgan qarasak, ya'nilar Xitoyning o'rtalamasidan ko'p tuvan, Xitoyning o'rtalamasidan az 3dan 1ga to'g'ri keldi. Yani resmi rakamdan qarasak 2015'deki Şərq Türkistan'ın GDP'si 143 milyar dolar. Kişi başı o'tirish kelgan daromad 5900. Ama bu rakamning bu qarasak 5900 yüksekte göründü. Ama bunun içinde tabiiy gaz, kömür, altın
qatarlı tabiiy boyliqlardan kelgan kirim umum kirimning 80%, ya'ni umum GDP'ninki 143 milliard deganning 80% buni tashkil qiladi. Ammo bu tabiiy boyliqlardan kelgan kirim hech qanday shaklda Uyg'urlarga yoki Sharq Turkiston xalqiga hech qanday manfaat bo'lmaydigini bilamiz. Yana bir nimaga qaragan 2017-yil Xitoyning eng oldingi 2000 baynan ichida Sharq Turkistonda 13 odam bor, ammo buningki bir simi Uyg'ur emas. Yana bir statistikada umum nüfusning masalan 96% bo'lgan Xitoy viloyatininki kishi beshiga o'tirish kirimi $750. Umum nüfus 75% Xitoy bo'lgan Qarmay shahri bo'lsa, o'tirish kirimi $3800. Bu aradagi farqning qanchalik cho'ng ekanligini ko'rib oldi. Masalan, Sharq Turkistondagi hamda tabiiy boyliqlar boshqa qarasak, umum neft zapsi Xitoy umum neft zapsining 30%, tabiiy gaz 34%, ko'mir 40% ni egallaydi. Hozir Sharq Turkistondan 138 xil qizilin boyliq bayqalgan bo'lib, bu Xitoy bayqalgan umum qizilin boyliqninki 80%ni, ya'ni qizilin boyliq turining, ya'ni umumninki miqdorini emas, ma'noni diqqat qiling, ya'ni turininki 80%ni egallaydi. Endi Sharq Turkistondagi bu Xitoylarni markaz qilgan bu ishlab chiqarish diviziyasining nimasi qarasak, 2019-yil Sharq Turkiston paxta ishlab chiqarishi Xitoy umumiy paxta ishlab chiqarishning 83%ni egallagan. Bu har yildan yilga tez suratda ishlangan. Buning ichida Sharq Turkistondagi yeziklik ishlab chiqarish diviziyasi Sharq Turkiston va boshqa ishlab chiqarish umumiy miqdorining 45%ni egallagan. Ya'ni qaraydigan bo'lsak, hamda iqtisoddan Uyg'urlar tamamen chetga qilgan va Sharq Turkistonning tabiiy boyliqlaridan Xitoy davlati va Sharq Turkistonga yerlashtirilgan Xitoy ko'chmanlar foydalanayotgan iqtisodiy jihatdan Uyg'urlar ba'zan namratlashayotgan, ya'ni Sharq Turkistonning yerli xalqlari ba'zan namratlashayotgan bir narsani ko'ramiz. Endi Xitoyniki kultur madaniyat siyosatiga qarasak, diniy jihatdan buni biz amalga qilamiz. Ya'ni radikallikqa qarshi deb butun kommunist Xitoylar butun dinga qarshi bo'lganligi buning ichidan ko'p islomiyatga hujum qilib, ya'ni oxirlarda islomiyatni xitoylashtirish ham arablashdi, ya'ni chiqiraq bu chiqiraq nimaga tungalar qartilgan, arablashganini bunu bana qilib İslamiyatni chetga chiqishga Sharq Turkiston xalqini diniy nima qilishga urinmoqda. Masalan, buni ko'ra olamiz. Endi ma'rif madaniyat jihatdan 2011-yilda qo'shtilliq ma'rif degan yo'l qo'ygan bo'lsa, millatda bu niki Uyg'urchani cheklab, butunlay Xitoycha ma'rifni o'tirib qo'yganlik buningki buningdan ko'ra olamiz. Masalan, Xotandagi boshlang'ich maktablarda, o'rta maktablarda Uyg'urcha paranglashni butunlay cheklaganligi. Bolalarni Xitoycha kiyinishga, Xitoyninki madaniyatini qabul qilishga zo'rlashi, ya'ni assimilyatsiya qilishni. Nüfus qaraydigan bo'lsak, 49-yil Sharq Turkiston umumiy nüfusi 4.330.000. Bunun ichida Uyg'urlar 3.294.000. Xitoy nüfusi 290.000. Bo'lib, umumiy nüfusninki 75%dan ko'proq Uyg'ur, 6% atrofida, 7%ga yaqin Xitoy. Ama 2009-yilga kelgan Sharq Turkistonda Xitoy umumiy nüfusi 39%ga, 5-yil vaqasidan keyingi zamonlarda gerçi 34%ga tushgan bo'lsa-mu, ama keyin yana Xitoylar bu ko'chmanlarga ish va tijorat jihatdan har xil imtiyozni berish orqali Xitoyni bu yerga ko'chirishga tashviq qilyapti. Endi jazo lageri buni amaldan hozir orqali qaradi, eng qiziq nuqtalardan tiyinlarniki birisi. Bu raqamlar haqida bu 3.3 million degan araştırmacılarniki bergan raqamlar, ama rasmiy Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan bu raqam başta 1 million, hozir 1,5 millionlarga chiqdi.
Endi baya biz ben dedim yani avtonomiyaniki nazariyasini o'ttirib qo'ydik. Anadagi mustamlika rayon degan qanday oldu, qanday turlar var. Bunu o'ttirib qo'ydik. Endi buningki Xitoyning Sharq Turkiston yurgizgan siyosatlari bo'yicha qarasak, bu masalan mustamlikaning 3 xil alaylik siyosiy, iqtisodiy va kültür jihatdan baskı kuruş, siyasi üstünlük saqlash, iqtisodiy jihatdan o bölgeni bir sömürge bölgesiga aylantirish buni alayligi bu dedik. Yani biz bu Xitoyninki qilganlar bo'yicha qilsak, bu tamamen bu Xitoy avtonom rayon shaklida emas, yani mustamlika rayon ekanligini ko'rsatadi. Ama bu tabii hozir men bunu so'zlagan bir necha kamchiliklar var. Çünkü birinchidan bu mustamlika rayoninki inoqlamasi qaraganda jiqroq bu deniz ashari degan, yani denizdan alqib degani jiq ta'kidlaydi. Şu an biz bu mustamlikaninki inoqlamasiga yana bir inoqlama qo'shish kerak endi. Hozir hatta bu bay degan inoqlamani tamamen qabul qilishga erishgan emas bu. Yani xalqaro bu vaqtda tartishma bor. İkinciden hem de eğer Sharq Turkistondagi bu mustamlika rayon ekanligini nima qilishdim, bu hozir men boya so'zlab o'tganlar nihoyat yetarsiz. Buning uchun texmi iqtisodshunoslar, jamiyatshunoslar, siyosat bilimchilari birlikda texmi ishga kirib har xil akademik usulda buni texmi yaxshi shaklda isbotlab chiqishi zarur deb qarayman. Hammaga ko'pdan ko'p rahmat.